Assalomu alaykum. Olcha va qaymoq uyg'unlashgan shunaqa mazali asalari uyasi tortini pishiramiz. Unga tuz, saxarni pudra, razrixrитель solib aralashtiramiz. Margarinni qirg'ichdan chiqarib, yaxshilab uqalab olamiz. Keyin smetanani solib, yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir qorvalamiz. Xamirni 5 bo'lakka bo'lib, salofan bilan o'rab, xolodilnikka 1-2 soatga solib qo'yamiz. Bu orada olchalarimizni tozalab, durshvakka suv chiqish uchun solib qo'yamiz. Xamirimizni videoda ko'rsatilgandek yoyib, 3 bo'lakka bo'lib, ichiga olchalarni solib chiqamiz. Va videoda ko'rsatilgandek qilib tugib olamiz. Oldindan qizdirilgan 170 gradusli duxovkada qizarguncha pishirib olamiz. Pishib chiqqach, sovutganni olib qo'yamiz. Bu orada kremini tayyorlab olamiz. Aytgancha orada yurakchan qizartirib ketish esdan chiqmasin. Qaymoqqa saxarni pudra solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Tortni videoda ko'rsatilgandek qilib terib olamiz. Men bu yerda tagiga krem surmagan edim, sizlar tagiga ham krem suraylik. Tortni yig'ib bo'lganimizdan keyin ustini xohishga ko'ra bezatib olamiz. Men ustiga shirin kakao sepib, xolodilnikka 7-8 soatga olib qo'yib, kesib dasturxonga tortamiz. Do'stingizga jo'natib obuna bo'lishni unutmang. Oson va kam xarj retseptlar shu kanalda.